yoshligimizni eslaymiz. Komment yozinglar, sizlar tomonidan shu o'yin nima deb atalgan, etilgan. Bizada daga deyilardi bu o'yin. Kommentga bo'lsa ketdi. Bu o'yinda eng qiyin o'q teganini isbotlab berish. Mahallada internet uzilgan payt. U paytgacha internet bo'za bo'lmasa o'ynalardi bu o'yinlar. Tepada tushib sallarni o'ldirib bo'lganman deb isbotlaydi endi. Voy, tepada ikkitasini ham otib bo'ldi o'sha. O'lmaganingni g'ishi bilan urib o'ldiraman. Voy. Bilan bacha snayperchi bo'ladi, yiqilib bo'lmasa. Seva Gravity 180. Rostdan ham o'q tegdi, aldama yonimdan o'tib ketdi deb, uni ham yolg'onchiga chiqarganmiz edi.